Mening ismim Endi. 2 yil oldin eski uyimizdan kattaroq yangi uyga ko'chib o'tdik. Yangi uyimiz juda katta edi. Uyimiz hammaga yoqdi, lekin men o'zimni uncha yaxshi his qilmadim. Bir tuni men yarim tungacha hali uxlamagandim. Yolg'iz, qo'rqinchli kino ko'rib yotdim. Kimdir kulayotgandek tuyuldi. Avvaliga shunchaki qulog'imga eshitilgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Yoki filmdan chiqqan ovoz bo'lsa kerak deb o'ylab ovozni pasaytirdim. Baribir 15 daqiqa atrofida eshitilib turdi. Soatga qarasam deyarli 3 bo'lgan ekan. Ovoz ayolning ovoziga o'xshardi va uning ovozi xonaga juda yaqin kelardi, keyin yana uzoqlashardi. Bir necha daqiqa o'tib u yo'qoldi. Men juda qattiq qo'rqqandim, lekin asta uyquga ketdim. Boshqa hech narsa qila olmasdim. Ertalab tongda onamdan va singlimdan o'tgan tunni kimningdir kuylaganini eshitdingizmi deb so'radim. Ikkisi ham yo'q dedi va hatto o'zimdan yaxshimisan deb so'rab ham qo'ydi. Men hayron qoldim. Keyingi kuni yana o'sha ovozni eshitish uchun yarim tungacha kutib o'tirdim. O'sha paytda qattiq uyqum kelardi, lekin ovoz eshitila boshladi. Soat 3 bo'lgan ekan. Qattiq qo'rqqandim. Kimligini ko'rishga juda qo'rqdim yoki nima ekanligini, kimningdir borligini aniq bilardim. Va xonamdan chiqdim. To'g'riga qaradim va dahshatdan qotib qoldim. Notanish ayol turardi. Qarashlari juda qo'rqinchli edi. Oppoq kiyim kiyib olgan. Uzun, qora sochlari bor edi va haligi qo'rqinchli qo'shiqni kuylardi. Men joyimga qaytishni istadim, lekin negadir qimirlay olmasdim. Keyin ayol men tarafga asta yaqinlasha boshladi. Men qo'rqqandan qotib turibman. U havoda edi, oyog'i yerga tegmasdan yurgandi. Yaqinlashganda sezdim. Og'zi yirtilgandek ko'rinardi. Bu esa umrimdagi eng qo'rqinchli narsa bo'ldi. Men hushimdan ketdim. O'zimga kelganimda esa soat 3:30 bo'lgan ekan. Qorong'u koridorga qarasam, hech kim yo'q ekan. Shunday qilib, biz hali ham o'sha uyda yashayapmiz. Men oyiga deyarli 2 marotaba haligi kuyni eshitib turaman. Do'stlarimga aytdim, lekin hech kim ishonmadi. Bunday dahshatli voqea boshqa hech kimni boshidan o'tmaydi deb umid qilaman.